Bu narsani sizlarga yetmasam bo'lmaydi. Balki bilarsizlar, balki bilmaysizlar. 100 talik tonirovka qanaqa qora turibdi, tashqaridan ko'ryapsiz, ichkari ko'rinmayapti. Endi qo'limda telefonda qarang akalar. Bundoq yaqinlashtiraman, ichkarini ko'ryapsizmi? Qanaqa darajada tinni. Endi qarang, bundoq uzoqlashtiraman, uje qop-qora. Endi orqani ham bitta ko'rsatib beraylik, mana. Jiyancham o'tiribdi, maza qilib, nima qilyapti? Sevgisi xor qilyapti, nimadir o'ylayapti bu, bor. Endi qarang aka. Orqani ham bitta ko'rsataman. Mana, o'zingiz uchun prosta ko'rsangiz bo'ladi. Mana, ichida mashinani nima bor, nima yo'q, hammasini ko'ryapsiz bo'ladi. Endi bu video nima uchun olinyapti? Bir xil akalarimiz bor, mashinasini orqasiga 100 ming dollarlab ham solib yuradigan, qimmatbaho buyumlarni solib yuradigan akalarimiz bor. Akalar, mashinaga solmanglar bunaqa narsani o'g'rilar biladi. Ya'ni men ham bitta chet el videosini ko'rib qoldim, o'xshaydimi yo'qmi dedim. No qarommi, o'sha o'xshat. Men ham ochiq gap bilmasdim. Agarda siz bilasizmi, bilmaysizmi, pastda yozib qoldiring. Bilaman yoki bilmayman. Bu videoni jo'natish kerak yaqinlarga.